Doktor Shahzod, assalomu alaykum. Ichakni uy sharoitida qanday dori vositalari bilan tozalasa bo'ladi? Assalomu alaykum. Ichaklarning birinchi nimadan tashkil topganini ko'rishimiz kerak. Ichaklar o'zi ichki ko'rinishi varsinkalardan iborat. Shu varsinkalarni oralariga shlaklar, ovqatlar, boshqalar tiqilib, ayrim holatlarda chiqish qiyin bo'ladi. Bu narsani tozalash uchun oddiy usuli bu bir necha xil dorilarimiz bor. Bu birinchisi bu eng arzon dori aktivrinniy o'g'il, bu oshqozon ichak sigaran sistemasiga so'rilmaydi. Oshqozon ichak sistemasida qoladigan narsa hisoblanadi. Ya'ni organizmga so'rilmasdan mana shu oshqozon ichak sistemasi erib, polniy shlakdagi narsalarni tozalaydi. Bu birinchisi. Bu eng oddiysi. Ikkinchisi sal modifikatsionni anonisi Laxafiltrum degan dori bor. Bu ham xuddi shunaqa dori hisoblanadi. Bu sal modifikatsiya qilingani, ozgina yengroq sistemasi. Bu ikkita dori tozalashdan iborat. Uchinchisi bu ichaklarda bulardan tashqari yana mikroflorasi bo'ladi, o'zini maxsus. Qachon mikroflora ketadi? Ichki ketib qolgandan keyin yoki antibiotiklardan keyin o'zini bakteriyalar o'lib ketadi. Mikroflorani tiklash uchun maxsus probiotiklardan foydalaniladi. Mana shu suyuqliklar ichida minglab bakteriyalar bor. Maxsus ichakni o'zini mikroflorasi joylashgan. Qanaqa qilib ichaklarni tozalash mumkin desangiz, endi aktivrinniy o'g'il 10 kilogramga bitta dona tabletka ertalab och qoringa ichiladi. 70 kiloli odam ertalab och qoringa sahar ovqatlanishdan 2 soat oldin 7 ta tabletka oladi, 1 krujka suv bilan ichadi. 5 kun ichish kerak. Laxafiltrum esa 3 ta 4 ta tabletka ertalab o'sha 2 soat oldin va kechqurun ovqatlangandan 2 soat keyin 1 krujka suv bilan iste'mol qiladi. Bular shu ichak shlaklarini tozalaydi. Ulardan keyin probiotik ichsa, ichakdagi mikroflorani tiklab beradi. Shu yordamda ichaklarimizni har xil qiyinchiliklarsiz, boshqalarsiz uy sharoitida tozalasak bo'ladi. Ya'ni ichaklarni tozalashimiz sizni ovqat sistemangizda gaz hosil bo'lishlari yo hazm bo'lishlarini inshaalloh yaxshilaydi. Ma'lumot uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.